Odatki odamlarga o'xshash, shunlashqa ularni ko'rganda boshni Og'zingni men bilan tanishib ketdingmi? Haramzada. Men pariyaydiganlar bilan tanishmayman. Dada, o sizni parxur deydi. Sakorlardan pariyab o'zdan suyini to'qsu etmedimi? Men sana 10 kunlik mühlet berek. Bizim yerini suyunu içib etsin. Onu o'ldirgisi deymi dada? Onu qiymatli. Apa. Oğlum Şan. Nima? Oh, yo'q apa. Yana bir otkritka. Sevgi otkritkisi ekan. Sevgi otkritkisi. Xush bo'lgin. Sendek odamga sevgi izhor qiladi ekan. Rost edi o'g'lim. Dadamga hech kim bundoq sevgi izhor qilib boqmabdi ekan. Nega deyapsiz Shamlaqasi? Rost aytibman. Dadamga boshqalar ko'ngilni izhor qilsa, Hindistonning bayrog'i sovuq qilmasdi. Chunki u vatan ser bo'lganlik uchun-da. Qani degina, u zodi kim? O'zim bilmayman. Men dedim-ku o'zim bilmayman deb. Hay. Kechiring. Siz bir qizning bu yerga otkritka qo'yganini ko'rdingizmi? Otkritka? Qanday otkritka? Bo'ldilar. Hay. Nima bo'ldi? Nega borsam, menga bir otkritka uchraydi. Uydimi, maktabdimi? Bunga nima fesixgan? Sizni siyman deb. Menga ahmoqlik bu. Rasmim degan ahmoqlik. Qani aytingchi, bu muhabbatlikning usulimi? Yaqinda emas. Endi qanday qiladi? Men qanday bilay? Naya muhabbatlik boqqan bo'lmasam? Kirim quloq filan. Radika, menga yordam qilasiz. Qanday? Siz maktabga ham qatnashmisiz? Albatta. Menga bir kun bergan bo'lsangiz. Men topamdi. Men. Yaxshi bo'ladi. Siz o'quvchilar bilan yoshlik lagerga borgansiz? Boraman. O chaqda sizni geni bilan qo'g'ilishadigan ilk qizni topqili bo'ladi. Buni yaxshi bo'lg'ini. Haras, mening ismim Sham. Sizning ismingiz Sham. Endi biz do'st qoldik. Bo'ladi. Do'st, sizning ismingiz hal bo'ladi. Rahmat sizga Radika. Siz yoshlik lagerga ko'rishaylik. Xo'sh.
Dostlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? O'rnim 19-numar. Ha. Yo'q. Radika. Nima? Yana bir otkirtdimi? Qanaqa qildingiz? Sizning aloqasida bo'lib ketgan chiroyingiz tepiyapti. Yomonligini buning. Mushunim bilyapsiz. Bu o'g'lim meningki. Bu qiz deydigan muhim gapim batdi. O'rni olmasa qandaq? Bo'lmaydi. O'zinib qolay. Ma'qulimsiz. Rahmat sizga, rahmat. Dilden. Nini? Sizga doim otkirib keladigan edi qizni. Jamchu, u kimkan? Na uni. Oy, yaxshim. Bunda qismangiz bo'lmaydi. Endi qanaqa qilaman? Tushdan keyin soat 3da bering. U chog'da na uni. Agar u sizga yiqib qolsa-chi? Haras, buni o'ylamadimmi? Uni ko'rib, ondan bir ish qiling. Bo'ladi. Soat 3 ko'raylik. Soat 3da. Xayr, xo'sh. Ağaylar, sizler kim bulunlar? O çokum kilidi. O çokum kilidi dedim bu. Siz? Ne? Demek o kız ızdınız? Yok. O kız daraxtning keynida. Daraxtning keynida? Tamam siz. Ayras, men o qizga sizni uni yaxshi ko'rdi deb qo'ydim. Nima? Bu muzkammakki. Bo'pti. O qiz chiroyliqmi? Bek chiroyli. Sizga baxt tilayman. Rahmat. Yaxshimisiz, Sham? Opa! Kimizda? Tavanni o'zi kelamizmi? Yo'q. Qarang, mumkin emas. Endi qanday qilasiz-ki? Bir ko'rib boqay. Yaxshimisiz, Sham? Radika, men sizni izlab qoldim. Nimishqa? Chunki bir ish batdi. Nimishdi? Men birini yaxshi ko'rib qoldim. Kimni yaxshi ko'rib qoldingiz? Bo'ldi. Deb beringchi. Deb bermi? Bo'ldi, so'ramayli qo'ying. Siz menga doim oskirga aladigan qiz yaxshi ko'raman. Nima? O semiz qiznimi? Radika, uni sevizman. Men uni suyman. Uning bilan doim birga bo'lsam deb o'ylayman. O qiz daraxtning keynida. Berib ko'rishim. Sizlar qilamayman. Sizmi men bilan birga bering, bo'lamdi. Men? Yo'q, men bormayman. Hay, yuring. Xo'p. Musiya shuma? Men bugun o'z ko'zim bilan birsining otkirib ketib olganini ko'rdim. U menga nalaki otkirib kelatmidi. Uyga, etizlikqa, maktabga, hatto o'rtaga mashinamgami, shuncha go'zal muhabbatini yushirib keldi. Men bir ishni ko'nglimga tiqyapman. U meni shuncha yaxshi ko'rgan ekan. Men uning bir parcha sevgi xat yozayin ekan. Yozavering. Kerak qilmayman. Siz yozib bering. Men yo'q. Nimishqa? Mening qalamim yo'q. Qalam bor. Yezam. Qadrligim Radika.
Demakchiman, men sizning o'g'irlikka mana tutildingiz. Pochirkar sizning. Endi o seni olamazsız. Onun annesi çakçaktı. Çakçak. Kolumunu koyuyetim. Bu kolunu endi her gün koyuyetim mi?